Mana o'sha uyning ahvoli. Hozirgi kunda bu uyda hech kim yashamaydi. Alla kimlargadir omborxona qilib berib qo'yishibdi. Mana otam va onamning mehnatli uylari. Iltimos menga yordam bering. Biz harakat qilmagan joyimiz qolmadi. Hech qaysidan natija chiqmayapti. Shu sababdan muhtaram prezidentimiz Shavkat Miromonovich Mirziyoyev sizga yolvorib so'rayman, sizdan menga yordam bering. Hozirgi kunda menda yashashga joy, hech qanday joy yo'q. Mana o'sha uy. Bu yerda hozir hech kim yashamaydi. Mana ahvoli. Otam va onamning mehnatli joylari. Bir 1600 metr kvadrat yerda solingan, lekin 1300 metr qilib kadastr qilingan. Noqonuniy ravishda hammasi. Qo'lastingizdagi mansabdor shaxslar siz bergan vakolatni suiiste'mol qilib, hammasini noqonuniy ravishda otamning nomida turgan uyni buvimning nomiga o'tkazib yuborishgan. Bu Poshsha degan buvimning uylari. Bu Xudargan buvamning uylari. Mana hammasi uylar shular.